Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin bexatarlik Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor əpəndi Xitayning siyosiy va bexatarlik ishlarini asos qilgan Amerikalik Xitoyshunos va strategichi Bin Laden əpəndi bilan 16 fevral kuni Amerika Majlisiga sunulmoqchi bo'lgan Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan qonunsiz besilinganligini e'tirof qilish qatorliq bir qancha talabni o'z ichiga olgan iltimosga imzo qo'yish faoliyatiga aloqador suhbat olib bordi. Tuvanda suhbatning tafsiliy mazmunini diqqatingizga sunamiz. Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandi, ko'pchilik yaxshimisizlar? Mustaqillik yo'lida izlanish programmasiga xush keldinglar. Haftalik suhbat programmamiz normalda Uyg'urcha olib berilayotgan bo'lib, odatda diasporadagi Sharq Turkistonliklarning mustaqillik da'vosimizda duch kelgan savollariga javob berishga markazlashgan. Bugungi suhbatimizga alohida mehmon Bin Laden apandi taklif qilingan bo'lib, suhbat yaqinda Amerika Majlisiga sunulmoqchi bo'lgan Sharq Turkistonning Xitoy tarafidan ishg'ol qilinganligini e'tirof qilishni talab qilgan imzo harakatiga munosabatli savollar ustida ingliz tilida elib berildi. Bin Laden apandi Xitoyning siyosiy va bexatarlik ishlarini asos qilgan Amerikalik Xitoyshunos va strategichi. Yaqinqi mezgilda u Amerika havo armiyasining shaxmat ishxonasida Xitoy maslahatchisi bo'lib ishlagan. U ilgari Amerika dengiz armiyasining Osiyo maslahatchisi bo'lgan va Amerika armiyasida dala zambirak ofitseri, shundaqla Xitoy mutaxassisi bo'lgan. U Germaniya, Koreya, Qatar va Pentagon binosida vazifa o'tagan. 2013-yildan 2016-yilgacha Beijingda Amerika armiyasining yordamchi vakili bo'lib xizmat qilgan. U 2 qatim Sharq Turkistonni ziyorat qilgan. Bin Laden apandi siyosat va strategiyani armiyalar aro moslashtirish, istixborot ishlab chiqarish va analiz qilish, ikki taraflik yarashtirishda mo'l tajribaga ega. Laden apandi, bugun vaqtingizni chiqarib, bu programmaga qatnashganligingizga rahmat dedi. Bin Laden, meni suhbatga taklif qilganligingiz uchun ko'p rahmat Salih. Degandan keyin Salih Xudoyor, ma'lum bo'lganidek, oldingi haftadan boshlab biz muhojiratga Sharq Turkiston tashkilotlaridan Amerika Davlat Majlisiga yozgan birlashma xat ustida imzo to'plab, Amerikani Xitoyning Sharq Turkistondagi mustamlikasi, irqiy qirg'inchiligi va ishg'oliyati qatorliq masalalarni hal qilishga jiddiy chaqiriq qilish faoliyatini olib bordik. İltimosga yozilgan talablarimiz xuddi Tibetni besilingan davlat deb e'tirof qilgandek, Sharq Turkistonning besilingan davlat ekanligini e'tirof qilish orqali Xitoyning Sharq Turkistondagi qonunsiz ishg'oliyatiga qarshi turish. Uyg'ur siyosati qonunini Sharq Turkiston va Sharq Turkiston xalqini o'z ichiga olgan shaklda Sharq Turkiston siyosati qonuniga ko'tarish. Biz duch kelayotgan insoniy krizisga va Xitoyning yomon g'arazlik faoliyatlariga qarshi turish uchun Amerika Tashqi ishlar ministrligidan Sharq Turkiston ishlariga alohida bir moslashtiruvchi tayinlash. Xalqaro jinoiy ishlar sudi va Xalqaro adolat sudi orqali Sharq Turkistonning adolat talab qilish da'vosini qo'llab, Xitoyning jinoyatini javobgarlikka tortish. Xitoyning Sharq Turkistonni yo'qotib o'tish g'arziga qarshi rasmiy sahnada vatanimizning to'g'ri ismi Sharq Turkistonni ishlatish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Hozirgacha dunyodagi 60 dan ortiq Uyg'ur va boshqa Sharq Turkiston tashkilotlari bu xatga imzo qo'yib bo'ldi. Shundaqdimi bir qism Uyg'ur kishilik huquq va diniy guruhlar bu tirishchiliklarga g'alati qarshilik ko'rsatib, bu faoliyatga amaliyotga uyg'un emas deb qalpoq kiygizib, muhojiratda ishonchsizlik urug'ini chashdi. Shunga ba'zi masalalarni oydinlashtirish uchun sizdan bir qancha savol so'rashni muvofiq ko'rdik. Laden apandi, Amerika Davlat Majlisining Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishining mumkinchiligi va ahamiyati to'g'risida qanday qaraysiz? E'tirof qilinishi bizning milliy harakatimizga qanday ta'sirlarni olib kelishi mumkin? deb so'radi. Bin Laden apandi buningga javoban rahmat. Rahmat Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandi. Bu bir yaxshi savol. Birinchidan, menimcha e'tirof qilinishi butunlay mumkin hamda u Sharq Turkiston mustaqilligi to'g'risidagi masalalarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Biz hammamiz Amerikalik. Albatta, bu bir erkin va mustaqil davlat. Bizning kallamizda to'g'ri deb ishongan o'y-fikrni bayon qilish huquqimiz bor. Haqiqat shuki, Sharq Turkiston 2 qatim mustaqil bo'lgan bir davlat. Uningdan ilgari u mustaqil davlat edi. 1949-yili Xitoy tomonidan ishg'ol qilindi. Buningda hech qanday shak yo'q. Shunglashqa meningcha Amerika Davlat Majlisining e'tirof qilishi va yoki Davlat Majlisi buni 1959-yili e'tirof qilgandan keyin qayta e'tirof qilishi kerak. Bu bizning Xitoyning Sharq Turkistondagi jazo lagerlarida tahdidga uchragan xalqlarni qo'llaganligimizni ko'rsatganligimizning yaxshi bir chorasi. Shunga meningcha e'tirof qilinishi Sharq Turkistonning haqliq da'vosini qo'llaganlik bo'ladi.
Chunki aniqki Xitoydan kishilik huquqqa hurmat qilishni talab qilish qarg'a kelmaydi deb javob berdi. Salih Xudoyor ba'zi kishilik huquq faoliyatchilari Amerikaning Tayvanga tutgan pozitsiyasi va bir Xitoy siyosatini muayyanlashtirishi Amerikani Xitoyning atalmish zamin butunligi va egilik huquqini qo'g'dashga majburlaydi. Shunga Amerika Davlat Majlisi Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilmaydi deyishidi. Buning siz qanday qaraysiz deb so'rganda Bin Laden rostini aytganda, menimcha ular Amerikaning bir Xitoy siyosatini, ya'ni 1979-yildagi Tayvan munosabati qonunidagi 3 qo'shma bayonoti va prezident Reaganning 6 turlik kafolatini qayta ko'rib chiqsin. Shundoq, biz Xitoyning bir butunligiga hurmat qilamiz deymiz. Ammo ochiqini aytganda, agar buning ma'nosi Xitoyning Tayvan yoki Sharq Turkistonga nisbatan egilik huquqi bor deb tushunilsa, u chog'da u qonunni tushunmagan bo'ladi. Chunki u undaq ma'noda emas. Ya'ni biz bundaq tushuncha keltirib chiqaradigan hech qanday gap so'zlarni demadik. Amerika bir Xitoy deb turib Sharq Turkistonning mustaqilligini e'tirof qila oladi. Chunki ular o'xshamagan ikki davlat. Bu dal shu masalaning oxirgi cheki deb javob berdi. Salih Xudoyor, rahmat sizga. Ko'p yillardan buyon siz qat'iy qo'llovchi bo'lish sifatingiz bilan vaqtingiz va tajribangizni bizning da'vosimizga sarf qildingiz. Mo'l tajribangiz va da'vosimizga aralashishingizdan qaraganda Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish mumkinchiligiga ishonamsiz. Sizni umidlantirgan va yoki umidsizlantirgan omillar nima deb so'rganida Bin Laden, men buning tamoman mumkin bo'ladiganligiga ishonaman. Bu ish tezki to'xtaydi. Bu xuddi avanchining ichida izilayotgan Sharq Turkiston xalqini qutuldirmoqchi bo'lganga o'xshash. Ammo tarixdagi qorong'u vaqtlarda bunday muvaffaqiyatning yuz bergani tunji qitim emas. Bilasiz, 1945-yili hech kim Yahudilarning o'z davlatini qura oladiganligini o'ylabmi boqmagan. 2022-yili hukumatimizdagi eng aqlli kishilar Ukraina bir necha hafta ichida vayron bo'ladi deyishdi. Ularning qiyoslarining xato chiqqanligini bilasiz. Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishi mumkin emasligichilarning hammasi xato mo'ljallaydi. Xitoyning jazo lagerlari va uning qul zavodlarida bir kuch yig'ilib mengyotidi. Agar u kuchni sirtqa qo'yib bersak, Sharq Turkistonni mustaqil qila oladi. Bundan boshqa men shuni qo'shib qo'yay. Bu Amerikaning manfaati uchun intayin muhim. Mustaqil Sharq Turkiston O'rta Osiyodagi boshqa davlatlar, masalan, Mongoliya, Tibet va Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston qatorliq davlatlar bilan moslashsa, Xitoy va Rossiyani to'sib turadigan strategik qarshi kuch bo'la oladi. Hamda ular qilmoqchi bo'lgan ishlarning oldini olg'ili bo'ladi. Shunlashqa, meningcha Sharq Turkistonning mustaqilligining mumkinchiligi ustida izlanish bizning manfaatimizga uyg'un keladi deb javob berdi. Salih Xudoyor, sizningcha Sharq Turkiston xalqi va tashkilotlari bizning mustaqillik izlanishimizni ilgari surish uchun qanday qadamlarni bosishi kerak? Amerika hukumatidan Sharq Turkiston va Uyg'ur tashkilotlarining roli va harakati haqida alohida kutadiganlari bormi deb so'rganida Bin Laden, meningcha surgundagi mustaqillikni niyat qilgan tashkilotlar Sharq Turkiston mustaqillik harakatining yadrosi va qo'shini bo'la oladi. Men sizga aytsam, meningcha sizlarning tayyor bo'lishinglar intayin muhim. Bo'libmi bu tashkilotlarning yadrosi? Mana bu mening hozir sizlarga bergan eng muhim nasihatim. Chunki Xi Jinping hozir nurg'un ishlarni xato qilyotidi. Tayyorligimiz qancha puxta bo'lsa va Xitoy qancha nacharlashsa, bizning Sharq Turkistonni mustaqil qiladigan fursatimiz shuncha cho'ng bo'ladi. Chunki ta'limimiz kelsa, amaliyotda mustaqillik fursatiga erishgili bo'ladi. Ammo bunday fursat bir qitim kelishi mumkin. Shunga hozir tayyorlik qilayotgan va to'g'ri ish qilayotgan tashkilotlarni qo'llash hammamizning ehtiyoji. Bilaman, Amerikaning ovozinglarni anglashi bek asta bo'lyotidi. Ham anglashda biroz qiyinchilik bor. Baxtga qarshi davlatimizda uncha ko'p Uyg'ur va Sharq Turkistonliklar yo'q. Shundoq bo'lsa-mu, biz oxiri ovozinglarni anglashga boshladik. Davlat majlisi va Amerika xalqi oxiri masalani tushunishga boshladi. Shunga tayyor bo'lishinglarni umid qilaman. Biz hozirmi ko'proq Uyg'urlar va Sharq Turkistonliklarni Xitoy Kommunistik partiyasining tuzumidan qutuldirish uchun harakat qilyapmiz. Chunki ular Sayragul Savutbayga o'xshash Sharq Turkiston mustaqilligining eng kuchli qo'llovchilari, mustaqillik tarafdorlari. Shunday qilib, biz ulardan qancha ko'p chiqarsak, mustaqillik uchun rasmiy kurash qilish imkoniyati tug'ilganda mustaqil bo'lish imkoniyati yaratiladi deb javob berdi. Salih Xudoyor, Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi to'qinish kundan-kunga keskinlashayotgan vaziyatda Sharq Turkiston masalasining keng doiradagi rayon siyosati orqa ko'rinishiga qanday qaraysiz? Bu jiddiylik bizning mustaqillik orzuyimizga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin deb so'rganda Bin Laden, mening aytganimdek, Xitoy chatoq ahvolga tushib qoldi. Balki u bu ahvoldan qutulishi mumkin. Bir nima deyish tez, ammo undaqmi bo'lmasligi mumkin. Xi Jinping nayta nachar qadamni bosib soldi. Masalan, u Sharq Turkistonda jazo lagerlari va qul emgak lagerlarini qurdi.
insonlarni qiyin qistoqqa ilyotidi. Bolalarni oilasidan ayiribdi. Bularning hammasi haqiqatan chidag'usiz jinoyatlar. Mush fursatdan foydalanib savdo jamiyatimizga chaqiriq qilib olay. Siz bilasiz, rost gap qilsam 20 yil ilgari men Sharq Turkistonning mustaqilligi to'g'risida hech narsa deya olmaydim. Chunki balkim men shu chaqda uni tushunmagan bo'lishim mumkin. Ochiqini aytganda, o chaqda Xi Jinping hozir elib berayotgandek fojia bo'lmagan edi. Ammo Xi Jinping hokimiyat beshiga chiqqandan boshlab, u bu zulmni boshlatdi. Hamda u bizning erkin savdo jamiyatimizning, masalan, Yevropadan Amerika, Kanada, Yaponiya va boshqa savdo jamiyatlarining qo'llashi bilan bu planni, ya'ni irqiy qirg'inchilik planini amaliylashtirdi. Ular hozirmi Xitoyda savdo qilyotidi va Xitoy kompartiyasiga nurg'un pullarni avatyotidi. Men shuning uchun savdo jamiyatiga chaqiriq qilib, ularning bu ishni to'xtatishini so'rayman. Hozir ular savdosini xatardan qutuldirishga, anglashga, o'ylanishga, mablag'larni boshqa yerga yo'tkashga boshladi. Bu to'g'ri qadam. Ular bu ishni texnik tez qilishi kerak. Ammo Xitoyga Pfizer, Tesla, Alma qatorliq shirkatlardan nurg'un pullar kiryotidi. Shunga biz haqiqatan davlat majlisi tarafidan ularga to'g'ri qaror chiqaradigan yo'lni ko'rsatib berishni boshlatishimiz kerak. Shunga garchi ular o'z-o'ziga tayinish uchun tirishayotgan bo'lsa-mu, menimcha biz rayon jo'grafiyasi va iqtisodiy jihatda Xitoy Xalq Jumhuriyati bilan munosabatni uzsak, ularning ahvoli albatta nacharlashadi. Ahvol shunday bo'lg'achqa, xalqinglar erkinlikka erishadigan fursatning kelishini umid qilaman dedi. Salih Xudoyor Xitoyning 1996-yildagi 7-nomerlik hujjatida ko'rsatilganidek, Xitoy Sharq Turkistonlik guruhlarni parchalash va Sharq Turkiston masalasining xalqaralashishining oldini olish taktikasini o'tirg'a qo'ygan. Diasporadagi Uyg'ur va boshqa Sharq Turkistonliklar qanday qilib tahdidga, jimiqtirish va qo'rqitishga taqobil turish kerak? Amerika va yoki g'arb hukumatlaridan qo'g'danishni izlash orqaliqmi? Bundan boshqa mustaqillikni tashabbus qiluvchilar qanday qilib tirishchiligimizni birlikka keltirib, mustaqillikka bo'lgan kollektiv ovozimizni kuchlantirib, Xitoyning strategiyalariga qarshi tura olamiz deb so'rganida Binlasin, menimcha shuni esimizda tutishimiz kerakki, diasporadagi jamoatlar orasida Xitoy Xalq Jumhuriyatining vakolatchilari qonunga xiloflik qilyotidi. Bo'lib ular davlatimiz Amerikada harakat qilyotidi. Ular Uyg'ur va Sharq Turkiston jamoatiga xohlagancha parakandichilik silgan. Ammo bu xil ahvol o'zgaryotidi. Chunki bilganimizdek, Federatsiya tekshirish idorasi milliy istixborotga qarshi va bexatarlik markazi diaspora jamiyatini parakandichilikka selish va jumoqchilikqa selish qatorliq ahvollarni doklad qilishga chaqirdi. Chunki bu qonunsiz. Bundaq ishlarni davlatimizda qilsa bo'lmaydi. Biz undaq ishlarni o'z mayliga qo'yayotgili haddidan ziyoda uzoq vaqt bo'lib ketibdi. Shunga biz Xitoy kompartiyasining qilayotgan bu jinoyatlarni to'xtatish uchun texnik ko'p ishlarni qilayotganligimizni ko'rib, intayin xushal bo'ldim. Xitoyning jinoyatiga ko'z yumish to'g'ri emas. Rostini aytganda, til va boshqa to'solg'i tufaylidan diaspora jamiyati bilan Amerikaning orasida allburun nurg'un to'solg'ilar shakllanib bo'ldi. Menimcha Sharq Turkistonliklar qayerda bo'lsa o'zini yolg'iz, tayanchsiz his qildi va xabar berishdan qo'rqdi. Ular parakandichilik selish va chumoqchilikqa selishga o'xshash voqealarni Federatsiya tekshirish idorasi va milliy istixborotga, shundaqla bexatarlik markaziga doklad qilishi kerak. Bundan boshqa Uyg'ur siyosiy qonuni Avom palatasida ma'qullikdan o'tdi. Endi Kengash palatasidan o'tish bosqichiga keldi. Ammo biz buning tezroq o'tib, prezidentning imzo qo'yishini umid qilamiz. Uyg'ur siyosiy qonuni hozir Uyg'ur ishlari uchun maxsus moslashtiruvchi ta'sis qilmoqda. Amaliyotda hozir uni Sharq Turkiston ishlarining alayda moslashtiruvchisi deb atsak bo'ladi. Menimcha davlat majlisi ichidagi tushunish yetarsiz bo'lg'achqa, biz hozir Uyg'ur alayda ishlari, alayda moslashtiruvchi deb atab turaylik. Bu Federatsiya tekshirish idorasi va boshqa hukumat organlariga yordamlashib, muvofiq vositalar orqali Xitoy kompartiyasi davlatimizda haddidan ziyoda sodir qilayotgan jinoyatni to'xtatishga yordam beradigan muhim nuqta bo'lib qoladi. Shunga yordamlar pat arada keladi. Hamda bu mustaqillik harakatida ittifoqlikni barpo qilishga foydali deb qarayman. U yana Uyg'ur va Sharq Turkistonliklarning mustaqilligini qo'llashini to'sayotgan Xitoy kompartiyasining g'arazlik harakatlarini to'xtatadi. Shunga biz navbatda oldimizda texnik yaxshi ishlarning yuz berishini kutamiz deb javob berdi. Salih Xudoyor, oxirgi savolim, Amerika xalqi Sharq Turkiston xalqi va ularning ko'rishiga qanday yordam qila oladi deb so'rganida Binlasin, menimcha birinchidan Xitoyning irqiy qirg'inchilik qilayotganligini bilishi kerak. Unutib qolmang, yaqinqi 5 yilda Uyg'urlar unutildi. Hozir Amerika xalqi shuni bilishi kerakki,
Uyg'urlar Sharq Turkistondagi boshqa turk millatlari bilan birga bir ulus millat. Salih Xudoyor, oxirgi savolim. Amerika xalqi Sharq Turkiston xalqi va ularning ko'rishiga qanday yordam qila oladi deb so'raganida Bin Laden, meningcha, birinchidan Xitoyning irqiy qirg'inchilik qilayotganligini bilishi kerak. Yaqinqi 5 yilda Uyg'urlar tunildi. Hozir Amerika xalqi shuni bilishi kerakki, Uyg'urlar Sharq Turkistondagi boshqa turk millatlari bilan birga bir ulus. Ularning ikki qatim qurgan davlati Sharq Turkiston Jumhuriyati 1949-yili Xitoy Kommunistik partiyasi tomonidan ishg'ol qilingan. Hamda ularning yana bir qatim ulus bo'lishini umid qilamiz. Chunki ular chidog'siz sharoitda yashayotdi. Agar biz ularga fursat bersak, u chaqda ular kurash qilib mustaqilligiga erishadi. Ular dunyoning halqiliq strategik o'rinda Amerikaning demokratik va gullangan ittifoqdoshi bo'ladi. Biz pat yaqinda shunday fursatning kelishini umid qilamiz. Barliq Sharq Turkistonliklar, Uyg'ur kuzatuvchilar va anglovchilar kim biz uchun kurash qilyotdi degan savolni o'ziga qo'yib beqishini va kimning o'zlarining Sharq Turkistondagi oilalari uchun kurash qilayotganligi haqida o'ylanishini, shundaqla bu kurashni qilayotgan Sharq Turkiston surgunda hukumati ekanligini tunib yetishini umid qilaman. Men uzun vaqt tekshirdim va ularning samimiy emasligiga ishonish uchun sabab topishga tirishgan bo'lsam-mu, biror sabab topolmadim. Sharq Turkiston surgunda hukumati samimiy bir organ. Sharq Turkiston surgunda hukumati sirtidagi men bilan paranglashgan har bir kishi va har bir Uyg'ur bu odamlar samimiy dedi. O'zingizdan kim biz uchun kurash qilyotdi degan savolni so'rang va bularni qo'llang. Rahmat deb javob berdi. Salih Xudoyor, sizga rahmat. Hamda vaqtingizni chiqarib bugungi bu programmaga qatnashganligingizga yana bir qatim rahmat aytamiz. Kuzatuvchilarimiz va anglovchilarimizning programmadan naf olishini umid qilamiz. Va munosabatlik masalalarga duch kelgan Uyg'ur jamoatlarining Lawson afandining so'ralgan savollarga bergan javobidan ba'zi kuch-kurtkichilarning tarqatgan gumonlarini tugatishiga yordami bo'ladi. Rahmat sizga dedi. Yaqında Amerika Davlat Majlisiga sunmoqchi bo'lgan Sharq Turkistonni ishg'ol ostidagi davlat deb e'tirof qilishni talab qilgan imzo harakatiga qarshi elib berilayotgan razil sistemlik hujumlarning orqasida qaysi kuchlar bor? Aniqki, ular Xitoy va uning cho'moqchilaridir. Sharq Turkistonliklar va hatto g'arb istihborot mutaxassislarini o'z ichiga olgan nurg'ulg'an kishilar yanada Xitoy hukumatining 1996-yildagi 7-numurliq maxfiy hujjatini yaxshi bilmaydi. Bu hujjatda Sharq Turkistonning mustaqilligining oldini olish maqsad qilingan 10 modda o'ttirg'a qo'yilgan. Xitoyning davlat mudofaa strategiyasi Sharq Turkistonning mustaqilligining oldini olishni o'zlarining 4 cho'ng davlat mudofaa nishonining biri sifatida aniq ko'rsatib bergan. 1996-yildagi Xitoyning 7-numurliq maxfiy hujjatining 8-moddasidagi buyruqda chegara sirtidagi milliy bo'lginchilik faoliyatlariga kelsak, barliq zarur dialog va kurashni qanot yaydirish, chegara sirtidagi tekshirish va o'rganishni kuchaytirish, barliq munosabatlik yuzlanishlarga oid uchurlarni yig'ish, bo'libmi sirtdagi bo'lginchi kuchlarning atalmish Sharq Turkiston masalasini xalqaralashtirishining oldini olish uchun hushyor bo'lish, zarur bo'lgan barliq amallarni ishlatish, sirtqi bo'lginchi kuchlarni bo'lish, ularning ko'pinchisini yengib o'zimizga tortish, qolgan osondagi kishilarni yiroqlashtirish va ularga zarba berish. Xitoy va Xitoy ko'chmanlar markazlik o'ltiraqlashgan chet eldagi shahar rayonlarda markaziy bazalarni qurish, ko'p xil tashviqot vositalarini taraqqiy qildirish, keng ko'lamda va cho'nqur do'stlik munosabat o'rnatish, shundaqla bo'lginchilik faoliyatlarini eng yuqori chekda cheklash deyilgan. Bu Xitoyning ezilgan Sharq Turkiston xalqining mustaqillik ovozini bostirishni maqsad qilgan tajovuzchilik va aldamchilik taktikasining aniq plani. Xitoyning to'xtamay bostirish va qo'rqitish harakatiga qarshi turadigan payt keldi. Hozir Sharq Turkiston xalqining erkinligi va mustaqilligi uchun qilayotgan haqliq va to'g'ri da'voni qo'llaydigan eng muhim payt. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.